Assalomu alaykum barchaga. Mana biz uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bir jinoyat ishi bo'yicha mana Buxoro viloyat sudida, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha sudda qatnashayotgan edik va 273 qism bo'yicha bir himoya maqsadagi shaxsni himoya qilayotgandik. Birinchi instansiya 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilgan va biz bu qaror bilan kelishmasdan shikoyat bergan edik va bugun apellyatsiya shikoyat sudimiz yakunlandi va unga ko'ra oqlov hukmi e'lon qildi. Ya'ni uning tarkibida, jinoyat tarkibida narkotik savdosi bilan bog'liq jinoyat alomati yo'q bo'lgani uchun oqlov hukmi e'lon qildi va bu ishda biz mana hamkasbimiz Javonsher bilan birgalikda qatnashdik. Mana oqlovga ajoyib bo'ldi. Bitta narsa aytmoqchiman, adolatni hech qachon shunchaki erishib bo'lmaydi. Haq olinur, berilmas degan gap bekorga aytilmagan va adolatni insonlardan emas, uni egasidan kutish kerak. Shunaqa mana advokatlikning eng bir maza qiladigan joyi ham mana shu joyda. Ya'ni bir ish qilasiz, shuncha mehnat qilasiz, uni orqasidan bir natijaga erishadigan bo'lsangiz, buni bir pul bilan yo boshqa narsa bilan ta'riflab bo'lmaydi. Bir o'zgacha bir hissiyot, faqatgina buni advokat bo'lib his qilib ko'rish kerak. Barchaga rahmat. Mana shunday g'alabalarimiz davom etsin. Buning uchun barcha ustozlarimizga rahmat aytamiz. Nima uchun oqlov bo'ldi? Chunki bu jinoyat ishida boshdan oxirgacha protsessual harakatlar umuman noto'g'ri qilingan, dalillar noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Barcha harakat noto'g'ri rasmiylashtirilgan. Biz sud protsessi jarayonida hammasini dalillar bilan isbotlab berdik va buning sud jarayonida sudning o'zi ham tashabbusi bilan ya'ni xizmat tekshiruvi tayinlab yanada oydinlik kiritilgandan so'ng mana shunday xulosaga kelindi. Barchaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.